Әмді Pərverdigarımızның başqa bir ayeti üstüde toxtalaylı. Zaqqum dərəxi həqiqətən günahkarlarının tamıqıdır. O, eritilgen mistek qızıqdır. O, qorsaqlarda qaynaq sudək qaynaydı. Devzaqki muakkel pəriştilərgə onu tutup, söyrəb, dovzaqının o'ttirsığı elib beranlar. Andın onun beşiği qaynaq su quyub, azaplanlar deyilidu. Onunğa xarlaş və məsxir qilish yüzsidin bu azapni tetig'in. Sen haqiqatan izzatlik, ulug' zat edin. Bu azap haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar shaklangan narsadir deyiladi. Ayet kerimde tilg'i ilingan zaqqum daraxi Janobi Allah cehennemde yaratgan ve mel'un daraxt deb isim qo'ygan daraxtdir. Cehennem ahli qo'rsqi ochganda bu daraxtning yenig'i keladi ve uningdan yeydi. U daraxt ularning qo'rsaqlarida qaynoq suvga o'xshash qaynaydi. Janobi Allah zaqqum daraxtini ularning qornida erigan misqi o'xshash qaynatadi. Zaqqum daraxti haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shundoq degan. Agar zaqqum daraxtidan bir tomchi dunyoga tushgan bo'lsa, butun insonlarning hayotini buzib tashlagan bo'ladi. Undaqda yeydiganlari faqatli zaqqum bo'lganlarning holi qandoq bo'lib ketar? Cehennemde köpligen azap türleri bar bulup, açlık ve ussuzluk bularının biridir. Cehennemde qo'rsaq şu kadar açıdı ki, açlıktan kelgen azap ve elemden qutuluş üçün zaqqum daraxtidin yeyishga razı buludu. Hem de qo'rsqida erigen mistek qaynaydiganligini bilip durup. Ondan keyin shundoq ussaydı ki, suvsizlikning alimidan qutuluş üçün qaynoq su ve yiringni ichishga razı buludu. Acaba açlık ve ussuzluk bergen azap qandoq bir azap ki, insan hatta zaqqum daraxtini yeyishga ve qaynoq suvlarni ichishga razı bo'lar. Faqat ochlik ve ussuzlikdan qutulsili bo'ldi. Bu qandoq dahshatlik ahvol ha? Ey nefsim, emdi senden bazı suallarını sorayman. Bana insaf bilen cevap bergin. Zaqqum daraxtini yeyish ve qaynoq su ichish yaxshimi yoki cennet taomlaridan yeb, cennet şerbetleridan ichishmi? Ey nefsim, Rabbim senden cennetki muqabil qaysi bir tas ishni talab qildi ki, sen onu berishdan qechiyotsan. Talab qilgan narsa shundoq tasmi? Kunda 5 vaqt namoz o'qish, boy bo'lsang mollaringning 40 zakotga ayirish, umringda faqat bir qatim haj qilish, bular shundoq qiyinmi? Ey nefsim, hem şundak hayranman. Dünyadaki qaysi lezzet üçün zaqqum daraxtidan yeyishga ve qaynoq suvlardan ichishga razı bo'lasan? Qaysi zo'q üçün o'tni kuyishga ve zanjirlarga bog'lanishni qabul qilasan? Bu qisqigina dunyoda uning uchun o'tqa kirishga razı bo'ladigan qandoq narsa bor? Xo'sh ey nafsim, jannatga kirolmaslik tuyg'usi sening ko'nglingni yerim qilmamdi?
jannat ahli bilan jahannam ahli orasidagi bir qism dialogni Qur'on bizga xabar beradi. Shundoq, Janobi Alloh ba'zida pardani ko'tarib etadi va jannat ahli bilan jahannam ahli bir-birini ko'radi va bir-biri bilan so'zlashadi. Ajiba, jahannamda turib jannatni ko'rishning azobi qandoqdir? Buni xiyol qila olamsan? Jahannamda kuyish yoki jannatga kirolmaslik. Buningdan mu azobligi yo'qmi? Albatta bor. Seni yo'qdan yaratgan va umaq bovoqlarni papiligandek bu dunyoda yashatgan Rabbingga qarshi qilgan tuzkurliqing ko'nglingni hech yerim qilmamdi. Hisob kuni Rabbingga nima deysan? Ey nafsim, jahannamni bir tarafga qo'yib sendan so'rasam, undaqda qabr azobiga qandoq bardoshlik berasan? Hatto qabr azobini bir tarafga qo'yayli va faqat shuni o'ylayli. Janobi Alloh bizni qabrida tirildirsa va hech qanday azob qilmasa, ya'ni qabra qo'vrig'larimizni qistimasa, munkir nakir farishtalari savol so'ramasa va qabrining boshqa turli azoblari bo'lmasa, faqatli shuni o'ylan. Qabrida tirildirilib, shundoqla tashlab qo'yilsak, u yolg'izlikqa, u qorong'ulikqa va u tor makonga qandoq sabr qila olaysan? Bo'rilar uvisiga, g'urbat uyiga va yolg'izlik manziliga bardoshlik bera olamsan? Azob sifatida mushuning o'zila senga yetmasmidi? Sen texi qabrning qorong'uligiga sabr qila olmaydigan, qabrni o'ylaganingda vujuding sovuq ter bosadigan ahvolda turib, qandoqmi jahannam azobiga bardoshlik bera olaysan? Sening bu jasorating nodonligingdan keladi. Ammo bilginki, ko'zingni yumib olish bilan dunyoda qololmaysan. Hamon bir kuni amdi chiqqin deydi. Kelgin, dunyo sana amdi chiqqin deyishdan burun sen uningga yo'qol degin. Ko'nglingdan chiqargin va qutulgin. Ya